Assalomu alaykum Ilhomus kanalining hurmatli kuzatuvchilari, mol, qo'y, chorva ishqibozlari. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sanamiz 8-mart. Xotin-qizlar bayrami, onaxonlarda, opalarda bugun 8-mart bayrami bilan hammani tabriklab qolamiz deganlar. Akalar, hurmatli kuzatuvchilar, bugun Samarqand viloyati Pazdarg'om, yana o'zimizni Kerfil mahallasidan ikki bosh dehqonlardan deganlar orqamda turgan mana shu ikki bosh g'unojinchamiz sotiladi. Dehqonniki akalar shu orqada turgan mana shu sigirlar bolalar ekan. Juda ham pul zarur deyilyapti. Pullar akalar, hozir birdan aytdim, katta baho kerak emas. Real Ilhom o'zi oldingi videolarni ko'rgan bo'lsalaringiz, dehqon bilan sirishganman. Bugun nasib bo'lsa, sirishib dehqonlardan akalar apirishga harakat qilamiz. Sizlar uchun akalar. Like'larni bosib, shunaqangi mayda g'unojin qidirib yurgan akalarimizga yuborib qo'yishni unutmaymiz. Instagram, Telegram kanalimizga ham o'tib obuna qo'yishni unutmaymiz. Silkalari YouTube ijtimoiy tarmoqda qoldirib o'tib ketgan akalar. Ammo akalar videolar boshla. Shirali yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar? Yaxshi ekan. Bugun ikki bosh nasib bo'lsa. O'zingda sigirlang bolalar. Shunda aka, ikki oktyabr buzuvchilar aka. Oktyabrdagi, 5 oylik buzuvchilar. 5 oylik buzoqchalar. Hurmatli kuzatuvchilar, dalaga, dashga yetalayman deyotgan akalarimizga vobshim zo'r variant. Yana ham aytib o'tib ketaman. Pullari vobshin yengil. Hozir oldindan gaplashib oldim o'zim. Katta baho kerak emas. Katta baho bo'ladigan bo'lsa, akalar chiqarmayman. Keragi yo'q narsa. Kommentariyada ham o'zimda obunachilarim gapiryapti, aka, katta baho qo'yib beryapti. Shuning uchun hozir Shirali bilan risk gaplashib oldim. Bularni akalar 5 oylikdan yoshlari, lekin o'zi yentashlab kelibdi o'zi mana g'unojinchalarimiz. Sifatlari ham juda ham ajoyib akalar. Shirali ikkovsini bitta yetalaqam bir boshdan. Mana qip-qizil akalar. Qoradolari ham juda ham chiroyli. Mana o'zim ham hozir dalnim akalar, katta qo'rg'on mol bozoridan qaytib keldim. Mana akalar birdan dehqonlardan ko'rsatib bo'lyapti akalar, mana boshlarini. Ishlar zo'rmi Shirali? Zo'r aka. Mana akalar. Sifatiga e'tibor beringiz jigarlar. Bo'lmasa 2 hafta sog'liq. Shunday. 2 hafta sog'liq yeyishiga garantiyalarni beraman deylar. Mana. Ko'k kaparqon. Yemagan aka bular. Hali 40 yemishda bo'lgan hozir, ha? Mana, inasini yemadi deyilyapti, mana. Gap yo'q. Shirali ikkovsini bir joyga necha pul qilib beramiz? Ikki bir joyga aka 11 dan deyek 22 savdosi bor. 22 savdosi. Malades. 21,5 savdosi. Ana aka, 22 baho qo'ydi jupiga. 21 million 500 ming so'm savdosi bor deylar. Malades. 12 million 13 million naqd nima kerak? Shunday katta baho kerak yo'q, to'g'rimi Shirali? Shunday aka. Shunday rast, niya sotish akalar. 21 million 500 ming so'm savdosi bor, to'g'rimi? Malades, gap yo'q. Bunisini ko'rsat endi. Mana akalar, dehqon mana bunday bo'ladi akalar, mana. Katta baho kerak emas aka, rast sotaman deyilyapti. 5 oylikdan hozir ham onalarni nima deyilyapti, mana akalar. Mana dehqon mana bunday bo'ladi. 21 million 500 ming so'm jupiga baho qo'ydi akalar, mana. Bu birinchisi, mana ikkinchisi mana bu akalar. Mana. Ko'rib o'zlaringiz bahosini beraverasiz jigarlar. Savdolari bor jigarlar. Albatta mana birdan aytayapti, savdosi bor deb. Bu malades. Ikkinchi iskirga oldi ekan. Mana akalar. Bu ikkinchisi jigarlar mana. Shirali bo'ylar necha bor? Birdan zetov. Aka o'lchagan yo'q, birdan zet keladi, o'lchagan yo'q. O'lchaganchisan. Lekin paroda so'ragan. Sifati zo'r bir mol qo'rman degan odamlar uchun Aloqa chiqarsin, ha? jimni buzuvchilar. Lekin mana sifati zo'r Shirali. O'zim ham ko'rdim, birdan aytdim birdan. Mana akalar ko'ringizlar. Bu ikkinchi g'unojinchamiz mana. Sifati zo'r. Bo'ladigan joyi shu Shirali. Yana ham yo'q, savdosi o'tib beraman aka. yana ham savdosi bor. Yana ham o'tib beraman. Bo'ldi. O'zimiz shu Pazdarg'om rayoniga qanday bo'ladi dastlabkilar? Mashin bormi, yo'qmi? Shuni ham aytib o'tib keting. Bu Pazdarg'om territoriyasidagi dastlabki bor. Kelishamiz aka. Birdan ayt. Dastlabki qilib beraman. Besplatmi yo? Besplatmi. Malades akalar mana. Pazdarg'om rayoniga besplatni qilib beraman deyiladi akalar. Mana g'unojini ko'ringizlar. Bahosini o'zlaringiz xalq beradi jigarlar mana. Mana g'unojimiz akalar. Sifatlari ham hamma tomoni sog'lom. Mana 2 hafta sog'liq yeyishiga garantiyalarni beraman deyiladi akalar. Mana. Sog' toza g'unojinchalar akalar. Mana dehqondagi sifatlari zo'r. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, qisqacha tayyorladik. Kimga qanaqangi fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib o'tib ketingizlar akalar. Albatta Shirali akamizdan ikki bosh
tirikchilik emas, dehqonchilik deyilyapti. Uzum sigirlar, bolalar deyiladi. Lekin sifatiga gap bo'lishi mumkin emas ekanlar. Riska bog'lanasini akalar 21 million 500 ming so'm savdolari bor deyapti. Pazdorg'om territoriyasiga shu pul ichida iyigacha olib beradigan xizmatlari ham bor ekan. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasiz akalar. Onaxonlarni, ayollaringizni bugun 8-mart bayrami bilan tabriklab qo'yishni ham unutmaysizlar akalar. Hammaga omad.